Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yuborma bil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Pastiylar niye stoyka işlemedi, niye güleştin? Goldning raqibi Muhammad Ali bugun o'z sahifasiga video joyladi. Stoyka vuruşmak için yer değil, bu Muay Thai değil, bu sizin için boks değil. Qisqa qilib aytganda bu MMA yoki stoykada ishlash uchun boshqa ligada jang qilishimiz kerak edi degan ma'noda aytdi. Stoyka vuruşmak siz zahmet olmasa gelin başka teşkilatlarda stoykamızı vuruşun. Bu holatni eshitgan Nasim Xolif ham o'z fikrini bildirib o'tdi. Gold boshidan aytganda boshidan bularda o'zini kelishuvi bor edi. Faqat stoykada Goldning akasi Abdumalik esa ushbu vaziyatda juda chiroyli javob berdi. Nima bo'libdi internetga negativchilar uyalmaysanlarmi? Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Nima bo'libdi internetga negativchilar uyalmaysanlarmi? Bu sportda endi kimdir yutadi, kimdir yutqazadi. Sportga yutish, yutqazish yomon yuriydi. Shuni bilib qo'yinglar. Hayotimizga yutqazganimizda oldiga sportla hech narsa emas, ukam yana qaytadi. Ro'zadan keyin revansh bo'ladi. Revanshga nakazat qiladi. Nasib bo'lsa sizlar duo qilib turinglar O'zbekiston xalqimiz, Humo arenaga kelgan muxlislarimiz, hammalaringizga rahmat. Sizlarni paddishkalaringizni ko'rdik, bilib turdik ukam bilan. Xursandmiz, juda xursandmiz. Paddishkalaringizni ko'rib juda xursand bo'ldik. Paddishka qilib duo qilib turinglar. Sizlarni ukam xursand qiladi. Sizlar duo qilib turinglar bo'ldi. Bizlarning maqsad bitta, O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz. Duoda bo'linglar O'zbekiston, hammalaringizga rahmat. Salam aleyküm am ya. İndi ortalığa bir tane söhbət çıxıb ki, pastiylar niye stoyka işlemedi, niye güleştin? Mənim gözəl həmvətənlərim, mənim gözəl idman sevərlərim, bu MMA'dır. Bura stoyka vuruşmaq üçün yer değil, bu Muay Thai değil, bu sizin üçün boks değil. Stoyka vuruşmaq siz zəhmət olmasa gelin başqa təşkilatlarda stoykamızı vuruşun. Bu MMA'dır. MMA setkasına girmisənsə, sən hər situasiya ilə qarşılaşa bilərsən. Ona görə də çox danışmayın, boğazınızda yormayın. Öpürəm sizi. Полный стойка. 3 раунд 5 райда стойка. Стойка. Полный боевой. Стойка, стойка. Stойka, stойka. Arslon izidan erkak lafzidan qaytmaydi. Lekin bu erkak bo'lib ko'ringan Bayes kirgandan o'sha Griyazning ishini qildi. Gold boshidan aytganda boshidan bularda o'zini kelishuvi bor edi. Faqat stoykada butun xalqqa chiroyli bo'y ko'rsatamiz deb, lekin stoykada ko'tichid olmasligini bilib, sirazi stoykadan qaytdi. Mana shu internetdan chiqadigan barcha negativlar, blogeri bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bularda hammasi qimorbozlar. Pul yutqizganidan alami kelib, Goldga tashab qo'yapti. Alloh bularni Gold orqali jazoladi. Bu yaxshi saboq bo'ldi. Bundan keyingi jangda biz kutib qolamizki, revanshdir va revanshga xohlaganiday urushsin. Xohlasa stoykada, xohlasa o'sha barbada, parterda, libboy narsada. Gold mana shuni yutib bergandan keyin o'sha negativ yozganlar hali internetga chiqib olib turib, qanday paxta qo'yishlaringni tomosha qilamiz inshaalloh.